Agar siz ko'chlik sohasida bo'lsangiz va o'zingizga past baho bersangiz, ya'ni bilimim kamroq, man unaqa o'xshatib tikolmayman, man boshqalardek bo'lolmayman deb ideal vaqt kutasiz-ku, ideal vaqt hayotda kelmaydi. Ideal vaqt hech qachon kelmaydi. Faqatgina boshlaysiz, ideallikni yo'lda davom ettirasiz. Ya'ni uni emas buni, buni emas uni rivojlanib yo'lda ideallikka erishib ketaverasizda. O'zingiz ustingizga ishlaganingiz zo'r narsa. Bilim oling, tinimsiz o'rganing, rivojda bo'ling, lekin boshlang. Qarang, psixologiya man nima uchun Aslzoda ayol loyihamga ham psixologiyani, ham biznesni, ham marketing darslarini qo'shdim. Sababi, ana endi mana bu biznesga psixologiya kerak bo'ladi. Ya'ni menga bunaqa masalan, menga boshqa narsani tikib ber desa, men tika olmayman. Uning uchun o'rganishim kerak. Men ularnikidek qila olmayman. Menga o'shanaqa kelib qolsa-chi emas. Hech qachon ham boshqani klientlari sizga kelmaydi, boshqani mijozlari. Sababi, bilimingizga yarasha mijoz keladi. Siz tika olmaydigan narsani sizga hayotga kelmaydi shu narsa. Shuning uchun siz boshlaysiz, o'zingiz biladigan darajaga klient kelaveradi, siz o'qiverasiz, izlanaverasiz, o'shanga yarasha klientingiz ko'payaveradi, bilimingizga yarasha. Shuning uchun ideal vaqt hech qachon kelmaydi, faqat ideallashadi inson. Yo'lda boshlash kerak. Boshlang, mayli o'qing, bilim oling, lekin qo'rqmang, biznesni boshlash kerak.